Assalomu alaykum hurmatli onajonlar. Demak, bilim olib, bolajonni bexavotir katta qilishda davom etamiz. Bugun ko'pchilikga qiziq bo'lgan va ko'p joylarda bu haqda ma'lumot berilmagan va ko'p savollar ochiq qolgan mavzu bu zikr mavzusi haqida gaplashamiz. Zikr bu tug'ma hisoblanadi. 60% holatlarda uchraydi va 4 ta darajasi farqlanadi. Zikr bu nafas olganda nafas olib chiqarishga begona bo'lgan tovushlar, ya'niki tinch holatda sog'lom bolalarda, odamlarda nafas olib chiqarish ovozsiz, shovqinsiz bo'ladi. Zikri bor bolalarimizda esa bu xirxirlagan yoki jonivorlarni, qushlarni qanaqadir ovoz chiqarishiga o'xshagan holatlar bo'ladi. Bu qaysi holatlarda kuzatiladi? Bizlarning nafas olish yo'llarimizda larynx, traxeya hamda bronxlarimizda devori tog'aylardan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni u xuddiki shunaqa trubaga o'xshagan bo'ladi, uzun bo'ladi va uni devorlari tog'aylardan iborat bo'ladi. O'ylaymanki, hammamiz ro'zg'or yuritamiz va tog'ay haqida tushunchamiz bor. Ya'niki bu suyakka o'xshagan qattiq narsa emas, lekin ta'sir ostida egiluvchan bo'ladigan struktura hisoblanadi. Demak, bu uchrashimiz sababi ko'pincha bolani o'sha yoshiga mos yoki qanaqadir haftalik, oylik bo'ladi tug'ilganimizda bolajonlarimiz nafas yo'llarini razmerlari yoki o'sha devorlarini strukturasi yoshiga mos kelmaydi. O'sha sababli tor bo'ladi va nafas olganda yoki chiqarganda xirxirlagan tovush eshitiladi. Demak, bu xirillash bolani tinch holatida ham kuzatilishi mumkin, uxlaganida, ovqat yeganida, o'ynaganida, o'rmalaganida, ya'niki aktiv holatida ham kuzatilishi mumkin va boshqa simptomlari yoki belgilari bo'lmaydi. Shamollamagan, issig'i chiqmagan, yo'talmagan, aksirmagan, ko'zlari, burunlari qitishib qizarmagan, burunlarda shilimshiq ajralmalari yo'q holati, ya'niki bolani sog'lom, sog' paytida kuzatiladi. Bu bolaga hech qanaqa noqulaylik tug'dirmaydi. Bu ko'proq ota-onalarni qiynaydigan vaziyat hisoblanadi. Va aytganimdek, bu 4 xil darajasi borligi sababli ko'pincha bolalarda yengilroq darajalari uchraydi va u davo talab qilinmaydi. Ya'niki bunda faqat kutish kerak bo'ladi. Ko'pincha 1 yoshgacha yoki yengil o'rtaroq darajalariga qarab 3 yoki 5 yoshgacha o'tib ketadigan holat kuzatiladi. Zikr tashxisini o'zi pulmonolog yoki lor qo'ya oladi, pediatr va neonatolog taxmin qilishi mumkin. Demak, yengil darajalari bo'lsa, bu kutamiz. Og'ir darajasi bo'ladigan bo'lsa, u o'sha bolaga noqulaylik tug'diradi. U operativ davo bilan tuzatiladigan narsa hisoblanadi. Demak, bu holatda onalar nima qilishi mumkin? Birinchisi, bu qo'rqmaymiz va xavotir olmaymiz. Chunki bu o'tib ketadigan vaziyat. Ya'niki ushbu bolajonlar o'sha oyiga, yoshiga mos rivojlanishiga hech qanaqa ta'siri yo'q buni. Ular katta bo'lganda ham hamma qatori turmush tarzini yashab ketishi mumkin. Ya'ni siz ularga e'tibor bermasangiz, ular yoshligida shunaqa zikri borligini ham bilishmaydi. Ikkinchisi esa bu bolani imkon qadar shamollatmaslik. Ya'ni bizni baribir issiq joyimizni shamollashi tabiiy. Siz bunga oldindan tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Ya'niki bolani tug'ilishi bilan chiniqtirishi barcha usullarini yo'lga qo'yib borishingizni maslahat beraman. Bu ko'proq ko'chaga sayr qilish, bolani cho'miltirish, uyqu va ovqatlanish rejimini yo'lga qo'yishingizni maslahat beraman. Va albatta, onalarni qiynaydigan ko'p savol, bunaqa bolalar emlash olishi mumkinmi yoki yo'qmi? Yetakchi davlatlar ko'rsatmasiga tayanadigan bo'lsak, emlashga ruxsat berilmaydigan holatlar juda ham kam va sanoqli. Ushbu zikr holatida odatda emlashga qarshi ko'rsatma yo'q. Ya'ni siz buni olsangiz bo'ladi. Faqat hammamiz bilamiz, ayrim emlash turlari bolada isitma ko'tarilishi bilan ketadi va bolada shamollash, isitma chiqishi shu kabi holatlar boshqa bolalarga qaraganda og'irroq o'tishi mumkin. Ya'ni onajonlarni bu bilan bo'shashtirib ham qo'ymaymiz. Faqat o'zimiz uchun bilib olamiz. Agar yengil darajasi bo'lsa, bu hech qanaqa davolash uslublarini talab qilmaydi va o'tib ketadi. Agar og'ir darajasi bo'ladigan bo'lsa, unda siz laringolog, ya'ni ovoz boylamlari hamda o'sha hiqildoq, traxeyalar bilan shug'ullanadigan lor bitta yo'nalish hisoblanadi. O'sha yo'nalish bilan shug'ullanadigan shifokorlar boshqa yo'nalishga aralashmaydi. Ana o'sha shifokorlarga ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Yoki yashash manzilingizga qarab katta bolalar markazi yoki pediatrik ilmiy institutlarga olib borishni tavsiya qilaman. Va shamollash ushbu bolalarda zikr kuzatilmagan bolalarga nisbatan og'irroq o'tadi. Shu sababli agar bola shamollaganda nafas olib nafas chiqarishga qiynalsa
shamollashi og'ir o'tadigan bo'ladiganda shifokor maslahati kerak bo'ladi sizga.